Bismillahirrahmanirrahim. Juma muborak. Qadamboy Shams akamizning she'rlari ekan. Xolasa boshlaymiz. Qani maqomga solib ko'raylik. Qani o'xshaydimi, o'xshamaydi. Bismillah. Yetti kunni sarvari shohi, eng ulug'vor ibodat chog'i, duolarni gullagan bog'i, qutlug' ayyom juma muborak. Ko'ngillarga soqinlik sayqal, gunohlardan o'zingni qaytar, qiroatdan huzur ol chayqalay. Qutlug' ayyom juma muborak. Musulmonga masjid ul makon, miskinlarga hajga bu imkon. Bu dunyo shunday imtihon dunyoy. Qutlug' ayyom juma muborak. Imonlarga berib kuch quvvat, ulash yana mehr muruvvat. Allah bilan qilish suhbat. Qutlug' ayyom juma muborak. Rasulim bilan aytilgan javob, har qadamga ming bitta javob. Taqvo uchun eng ulug' tavob. Qutlug' ayyom juma muborak. Dilga olam huzur halovat, zikr aytib yana salovat. Yaratgandan tuhfa mukofoti. Qutlug' ayyom juma